Assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar, hurmatli obunachilar. Biz shu vaqtgacha qo'yni qanday olishdi haqida ko'p gaplashdik. Bu safar mana shu qo'yni qanday sotish kerakligi haqida mulohazalar qilib ko'ramiz. Sotish uchun nimalar qilish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak. Bugun siz bilan ana shu haqida gaplashmoqchimiz. Bugun qo'yni qanday qilib qimmatroq narsa sotish mumkinligi haqida suhbatlashamiz. Umuman qo'yni emas, umuman hayvonda. Ko'pchilik hayvonim yaxshi edi, lekin arzonga ketdi deb afsuslanadi. Aslida esa hayvonni sotishning ham o'z qonun qoidalari bor ekan. Avvalo hayvonni bozorga iflos holda olib bormang. Agar imkoni bo'lsa har kun oldin, bir kun oldin yuvib tozalang. Oyoqlaridagi loyni yuvib tashlang. Toza va parvarishlangan hayvon xaridorda yaxshi taassurot qoldiradi. Birinchi taassurot juda ham muhim. Ikkinchidan, hayvonni och qoldirmang. Lekin bozorga chiqishdan oldin haddan tashqari ham yedirib yormang. Hayvon tetik, sog'lom va tik turgani yaxshi ko'rinadi. Eng katta xatolardan biri hayvonni maqtayman deb yolg'on gapirish. Agar xaridor tajribali bo'lsa, uni darrov bilib qo'yadi. Rostini aytgan sotuvchiga ishonch ko'proq bo'ladi. Rostini gapirgan sotuvchiga ishonch ko'proq bo'ladi. Endi savdolash haqida. Xaridor kelib qancha deb so'raydi. Darrov past narx aytishga shoshilmang. Avval hayvoningizni haqiqiy qiymatini biling. Ozgina savdolash uchun joy qoldiring. Ertaroq bozorga borib, bugungi narx-navo qanday bo'lyapti? Ana shu haqda o'zingiz aylanib, ko'rib, bilib informatsiya olishingiz kerak. Yana bir maslahat, xaridor hayvonni ushlab ko'rsa, darrov olasizmi, olmaysizmi deb shoshirmang. U bemalol ko'rib chiqsin. Xotirjam sotuvchiga ishonch ko'proq bo'ladi. Ba'zi firibgarlar ham uchraydi. Masalan, bir nechta odam bo'lib kelib, navbat bilan qo'yni yomonlay boshlaydi. Ozg'in ekan, yoshi katta ekan, kasalga o'xshaydi deb narxni tushirishga harakat qiladilar. Bu usulga aldanmang. Agar qo'yingiz sog'lom bo'lsa, o'z narxingizda turing. Yana bir hiyla, pulni sanatishda shoshirish. Hech doim pulni o'zingiz birma-bir sanang. Har doim pulni o'zingiz birma-bir sanang. Hech kimning gapiga ishonib, shoshilib qo'yni berib yormang. Umuman hayvonni ko'p maqtab baqirib yurish ham yaxshi emas. Xaridor o'zi baholasin, siz esa qisqa va aniq javob bering. Yaxshi sotuvchi har doim xushmuomala bo'ladi. Qo'pol muomala qilinsa, hatto yaxshi hayvon ham sotilmay qolishi mumkin. Bozorga ertaroq borish ham foydali. Ertalab xaridor ko'proq bo'ladi va yaxshi narx chiqishi ehtimoli yuqori. Eng muhimi, mana shu yoshligimizda ota-enamiz aytardi, onam rahmatli aytardi. Ertamangi bahodan, ertamangi savdodan qolma, o'g'lim, derdi. Eng muhimi hayvonni yil davomida yaxshi parvarish qilish. Oxirgi 1-2 kundagina semirtirish bilan katta farq chiqmaydi. Sifatli yem, toza suv va yaxshi parvarish qimmat sotishning asosiy siri. Xulosa shuki, hayvonni qimmatga sotish uchun faqat yaxshi hayvonning o'zi yetarli emas. Tozalik, xotirjamlik, halollik, savdolashish madaniyati va firibgarlarga aldanmaslik ham juda muhim.
Agar siz ham chorvachilik bilan shug'ullansangiz, tajribangizdan kelib chiqib, qaysi usul sizga eng yaxshi natija berganini izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa chorvadorlarga ham foyda beradi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, rizqingiz barakali bo'lsin. Endi mana shu nima sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, mana shu chiqishimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.